Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Behruzbek va bugun biz Minecraftdagi kuchli bosslarni yo'q qilamiz. Va biz boshladik. Mana bu kuchli bossning tuxumi. Biz bu hozir bossni yaratamiz. Mana spawn bo'ldi do'stlar. Buning ko'rinishi shunaqa ekan. Va atiga shumi? Atiga juda ham kam jon olar ekan. Yoki bizning aslahalarimiz juda ham kuchli bo'lgani uchunmi? Menimcha shunday. Bu boss ko'pga bormadi do'stlar. Kelinglar bu bossdan biz 10 ta yaratamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Mana do'stlar 10 ta. 10 ta shunday bossdan yaratdik do'stlar. Va biz hozir bularni yo'q qilamiz. Mana do'stlar, oltin olmayib olamiz. Bular juda ham kuchli ekan. Mana do'stlar, hozir biz bularni yo'q qilib tashlaymiz. Menimcha mana shu ikkitasi qoldi. Yo'q, bittasi qoldi. Va biz bu bosslarni yo'q qildik.